Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilari. 2026-yilda mana shunday suv idishlar, somon idishlar, undan tashqari qo'yo'xir, mo'lo'xirlar nech pul bo'lyapti deganlar uchun ishlab chiqaradigan joyiga kelganmiz. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamin-Terimda. Xohlasangiz mana shunday holatda ham bor ekan. Yoniga shunday nimasini svarka qiladigan bo'lsangiz tayyor. Zakotovka holati ham bor. O'choqlarimiz, ya'ni yem idishlarimiz mana. Qadrdonlar, litri, narxi hammasini hozir ishlab chiqaruvchi akamizdan ma'lumot olamiz. Ishlab chiqarish sexlari mana ko'ryapsizlar. Hozir to'liq obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat aka, qo'llaring dard ko'rmasin. Xudo xolasa inshaalloh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapsiz. Xudo xolasa kelishilgan holda yetkazib beramiz aka, O'zbekiston bo'ylab. Aka, suv idishlarimiz hozir bu yerda idishlarimiz 1 tonnadan 6 tonnagacha bor aka. Aha, 1 tonnadan 6 tonnagacha bor. Xo'p, mana bunday somon idishlarimiz. Somon idishlarimiz bular o'sha katta razmeri, narxi 380 ming so'm aka. 380 ming so'm. Bitta pris tushaveradi. Bitta pris butunlicha tushaveradi. Bundan kichirog'i ham bor, uni 320 ming so'mdan chiqadi. Bizda faqat shu kattasidan bor. Kattasidan bor. Ha, tushunarli. Bu qo'yo'xirlar. Qo'yo'xirlar tayyor, 2 metrlar aka. 2 metr. Eni 35, chuqurligi 25. Narxi tayyor holati 230 ming so'mdan chiqyapti aka. 230 ming so'm. Narxlar yana tushib qoldi aka. Ha? Narxlar o'zgarib turadi. Aha. Bu yerda mo'lo'xirlarimiz 260 lik aka. Bular 430 ming so'm. Uzunligi 260. Aha. Kaltalari bor. 1 metr 1.15 dan. Bularimiz narxi 280 ming so'm. 280 ming so'm. 230 ligi bor. 400 ming so'm kelishtirib beramiz. Qo'yo'xirlarimiz 1 metrligi 170 ming so'mdan chiqyapti bular. 1 metrlik, ha? 1 metrlik. Mana bu zakotovka 230 lik qalinidan, tomlisidan narxi 190 ming so'm ekan. 190 ming so'm shu turish, ha? Shu turish, 230 uzunlik. Ha? Endi bunga mana oyoq, mana to'sqichdan oladigan bo'lsa narx qo'shiladimi ekan? Komplekt qilib oladigan bo'lsa, misol yoniga to'sqich, oyog'ini qo'shib bering deydigan bo'lsa, 230 ming so'mdan chiqadi. Zo'r. Bular mo'lo'xir ekan. Mo'lo'xir, zakotovka holat. Shu holati nech pul? Shu holati bularimiz 280 ming qo'yadi. Razmeri? Razmeri eni 60, chuqurligi 30, uzunligi 230. Atali idishlarimiz bor. 200 litr, 250 litr, bunisi 300 litr. Aha. Narxi 750 ming, 850 ming, 950 ming. Kelishtirib beramiz narxlar. Kelishtirib beriladi. Bu yerda o'sha zakotovka, qo'yo'xir, mo'lo'xir. 2 metrli qo'yo'xirimiz bor, zakotovka holati 160 ming so'm. 160 ming so'm. Mana yerda mana eni kattarog'i bor, qo'yo'xir. 45 ga 25, uzunligi 260. Narxiga keladigan bo'lsa 240 ming so'm. Hop. Bular ham shu 2 metrli qo'yo'xir. Mana yerda 2 metrli mo'lo'xir bor. Eni 50, uzunligi 2 metr, chuqurligi 30. Narxi 250 ming so'm. Bular zakasiga chiqqan. Mana bu yerda qo'yo'xirlarimiz bor. 72 dan chiqqan. Bular bunday. Rasul. 45 ga, chuqurligi 25, uzunligi 230. Narxi 210 ming so'm. Shu yarim tayyor holatida. Mo'lo'xirimiz 260 lik aka. Eni 60, chuqurligi 30, uzunligi 260, 300 ming so'm. Hop. Listlarimiz bor. Bu yerda listlarni tekizlab, ishlab chiqaramiz, to'g'ri. Chiqarish jarayoni ko'rishingiz mumkin. misol uchun aka qo'yo'xir, mo'lo'xirda olib borib sotaman deganlarga Yana berasizmi? ham kamini qilib beramiz, olib borib sotaman deganlar. Mana Chiqarish jarayoni. Misol uchun aka bir kunda nechta tayyor chiqadi? Mana shunaqa zakotovka holati. Zakotovka holati 200 ta chiqaramiz. Bir kunda, bir kunda 200 ta mana shunaqa zakotovkasi tayyor bo'ladi. Gap. Xo'p aka, bu loy karetalarimiz. Loy kareta. Standart degan loy karetamiz bu. Bu labon orqasiga tushadi. Ha, labon orqasiga 120 ga 205, chuqurligi 30. Hop. Loy kareta. Narxi nechi pul? Narxini 530 ming qilardik. 530 ming. Ha?
Bu yerda o'choqlarimiz O'choqlar 100 litr, 80 litr, 60, 30 hammasidan bor uni. Aha. Ha, Mana mana- 80imiz nechpi? 80imiz 200 ming so'm. 60imizchi. 60 150 ming so'm. Aha. Hop, mana qo'y oxirimiz. Bu 260lik qo'y oxir bu. Aha. Hop 300 ming sotib turardik, 280 ming qilib buni ham. 280 qildingizmi? 280 ming. 280 Ha. ming qildingiz. Toza yaxshilikdan chiqqan. Aha. Mana bu necha litrligi? Bu 100 litrlik bu. Narxi necha pul bu? 210 ming so'm. 210 ming so'm. Aha. Hop. Qalinligi qalin aka. Hali orqalisdan bo'lgan bular. Hali yonlisdan nimadan emas. Aha. Hammasi orqalisdan chiqqan. qalinlikdan. Bu ham zo'r. Hop, mana bu necha litrligi? Bu 60 litrlik bu ham. Aha, narxini aytdik 60 Ha. litrlikda. Mana loyka aytamiz. Bu loykartamizni 850 ming qilib qo'ydik. Buni ohaga yutsa ham zo'r, Ha, ohakka, suvga, nari karita bilan razmeri bir xil, chuqurligi baland, tomon 50 sm chuqurligi. Chuqurligi 50. Ha, chuqurligi 50. Bunimiz o'sha bu standart Ha, o narigini sherigi bu ham. 530 ming. 530 ming so'mligi. 530 ming so'm aytildi. Bundan tashqari o'choqlarimiz eng kichigi necha litrligi, eng katta necha litrgacha? 12 litrligi eng kichkina bo'ladi. Ha? 125 litrligi eng katta bo'ladi. 125lik bitta yo'q hozir. 100ligi qolibdi oxiri. 12 litrdan boshlanadi. Xo'p, 30 litrligimiz. 30 litrligimiz. Narxi. Narxi 140 ming so'm. Xo'p, 22 litrlik. 22 litrligimiz 110 ming so'm. 25 litrligimiz bor 120 ming so'm. Ha? 18 litrligimiz 90 ming so'm. O'sha 12 litr deganingiz 12 litrligimiz ana 70 ming so'm ana aka. Ana shu 12 litrlik. Bu 16 litrlik qozon bilan turgani. Hamma yoq bor. Xullas kalom ishlab chiqaruvchi akalardan aloqaga chiqsalaring, o'ta arzon narxlarda chiroyli qilib berishadi. Qadrdonlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Ekranda mana shu ishlab chiqaruvchi akalarimiz nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilib zakaz beraverasizlar. Mana shu akalarimizning mehnatini qadrlab, mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh mushlasin.